Avstraliyalik tadqiqotchilarning Xitoydan organ ko'chirish haqida elib borgan yuzlarcha tadqiqotlari o'limga hukm qilingan kishilarning roziligi bo'lmagan ahvol ostida organlarining o'xshash bo'lmagan maqsadlarda qo'llanilganligi o'ttirg'a chiqdi. BMJ tibbiy jurnalida e'lon qilgan maqolada tibbiy mutaxassis Rogers va Robinson roziligi bo'lmagan kishilarning organlari ustida elib berilgan 400 dan ortiq ilmiy tadqiqotning qaytarib olinishini talab qildi. Yana bir tarafdan xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning siyosiy jinoyatchilarni o'z ichiga olgan o'limga hukm qilingan mahkumlarning organlarini elib olganligini o'tirib qo'ygan. Kanada Xitoy texnika shirkati Huawei'ning yuqori darajalik boshqaruvchisi Meng Wanzhou'ning Amerikaga o'tkazib berilishini ma'qulladi. Kanada hukumati e'lon qilgan yozmachi bayonotda bugun Adliya ministrligi Meng Wanzhou'ga aloqador o'tkazib berish ishlarining boshlanishiga rasmiy ruxsat qildi deyildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lu Kang o'tkazib berish qarorining ma'qullanishini bir siyosiy voqea deb baholadi. İstanbulda muxbirlar ko'zidan Sharqiy Turkistonga nazar temiliq yig'in o'tkazildi. Kichikchekmecha shahar boshlig'i Tamal Qora dengiz qatorliq aziz mehmonlar qatnashgan yig'inda Sharqiy Turkiston masalasi tafsiliy tunishtirildi. Shuning bilan birga Ansor Vahbi Adramit sho'basi tomonidan Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmiga diqqat tortish uchun o'tkazilgan yig'in qizg'in olqishga erishdi. İsrail poytaxti Tel Avivda bir guruh kishi parxo'rlik delosi ochilgan bosh ministr Netanyahuga qarshi namoyish o'tkazdi. İsrail bosh shtabi boshlig'i bo'lsa, Netanyahuni iste'fo berishga chaqirdi. Sobiq İsrail bosh shtabi boshlig'i va Isroil qarshilik partiyasining rahbari Benny Gantz bosh taftishning Netanyahu haqidagi cheriklashish, parxo'rlik va huquqni qalamga ishiltish haqida da'vo etishga bo'lganligi haqidagi bayonotidan keyin Netanyahuni iste'fo berishga chaqirdi. Donald Trump Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un bilan Xanoyda ko'rishgandan keyin Janubiy Koreya bilan o'tkazilayotgan harbiy manevrning to'xtatilganligi haqida Twitter hisobida bayonot e'lon qildi. U Janubiy Koreya bilan bo'lgan harbiy manevrni xohlamasligimizning sababi Amerika uchun qaytib kelmaydigan millionlagan dollarning ishlatilishidir dedi.